10 kunlik mehnat va Alloh taoloning fazli bilan kosmos lyustramizga yangi modeli chiqdi. Mana bu tarafda hozir Nodimar aka endi buni eski lyustramizni yoniga qo'ysak, farqini tushuntirib olamiz. Xudo xolasa juda ham yangicha dizayn bilan bo'ldi hozir. Buni eski kosmos lyustramiz bilan farqini tushuntirib beramiz. Tayyormisizlar? Mashalloh. Endi bunisi mana eski modelimiz, bunisi yangisi. Yaqindan ko'rganda ustakalarimiz juda ham yaxshi bilishadi buni. Mana choklarga e'tibor beramiz. Juda ham tekis bo'lgan. Bu eski kosmos lyustramizda mana bo'linib, ya'ni choklari shunaqa bo'lgan. Endi bu yangisida ko'rsalang bo'ladi, juda ham ya'ni zargarona ish bo'lgan. Va tashqi ko'rinishini ham umumiy gullarini mana Versace gullar qo'shganmiz. Mana aylanasiga paton gullar Versace qilganmizda, o'rtasini milliy gullar bilan yana boyitganmiz. Bemalol baho bersalar bo'ladi. Buni to'liq videosini ham joylaymiz. Kuzatishda davom etinglar.